Aniq bilaman, bu bahoriy chebureklar siz va oilangizga yoqib qoladi. Vitaminlarga boy nachinkali, xamir og'izda eriydigan juda ham mazali chebureklar. Ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Buning uchun bizga 60 gram erigan sariyog' kerak bo'ladi. Men sifatli va mazali qalliq sariyog'dan foydalanaman. Sariyog'ga 200 ml iliq suv, 1 choy qoshiq tuz va 1 dona tuxum qo'shib aralashtiramiz. So'ng oliy navli sifatli unni ilikdan o'tkazib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Doimgidek men turon unidan foydalandim. Tayyor bo'lgan xamirni 14 bo'lakka bo'lib zuvolachalar yasaymiz va ustini yopgan holda 15-20 daqiqaga tinishi uchun xonada qoldiramiz. Ungacha nachinka tayyorlab turishimiz mumkin. O'zingizga yoqqan ko'katlardan foydalansanglar bo'ladi. Men ismaloq, mador, jag'jag', ko'k piyoz va yalpizni to'g'rab oldim. Undan tashqari 2 o'rtacha piyozni ham to'g'rab, ozgina yog'da tillarangga kirgunga qadar qovurib olamiz. Ketidan to'g'rab olgan ko'katlarimizni solib, tabga ko'ra tuz va murch qo'shamiz. 1-2 aralashtirib qovursa yetarli bo'ladi. Vitaminlarga boy mazali nachinkamiz tayyor. Endi ullangan stolda zuvalarni yupqaro, diametri taxminan 21 sm kattalikda ochib olamiz. Ikkita zuvalarni ochib, bittasini ichiga 1 osh qoshiq to'la nachinkani suramiz va ikkinchi xamir bilan yopib, qovurilayotganda ochilib ketmasligi uchun chetlarini yaxshilab chimchilab to'kib chiqamiz. Qizib turgan tovaga 200 ml yog' quyib, to'kilgan chebureklarni qovurishga kirishamiz. O'rta olovda chebureklarni orqa oldini o'girib, ikki tarafini yaxshilab qizartirib qovurishimiz kerak. Mana chebureklarimiz tayyor bo'ldi. O'ziga umuman yog' shimmagan, xamirlari esa og'izda eriydigan bo'lib, juda ham mazali chiqqan. Albatta sizlar ham bu taomni tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.